Yo'nalishlarimiz qiziqtirib, buni motori, pichoqlarni bir qator ichkarida ko'rsatib o'taylik. Keyin narxlarni xudo xolasa oxirigacha kuzatgan odamga bittadan narxni sindirib beramiz xudo xolasa. Ustalar ham abid qilib chiqishyapti shekilli. Ustalar hormanglar. Tanjonlaring sog' bo'lsin sizlarning. Assalomu alaykum, bizning obunachilarimiz, Olov brend ostidagi obunachilarimiz aka. Hozir sizlarga birma-bir don mahsulot, sotali makka, bug'doy, hamma narsalarni bir qator ishlatib ko'rsatib beramiz. Eng asosiysi ekologiyamizga havo changimasligi uchun bunaqangi salafanlar qilib chiqarib ko'rsatib beramiz. Hozir O'zbekistonda bir muammo bo'lyapti. Ya'niki havolarimiz juda ham ifloslanib ketibdi, ya'ni zaharli holatda. Buni oldini olish uchun har bir chorvador akalarimiz mana shunaqa usullardan foydalansa bo'ladi. Xo'p, hozir nima mahsulot ishlab chiqaramiz? Birinchi somonni chiqarib beraylik. Eng asosiysi mana obunachilarimiz juda kommentariya ko'p yozishadi. Somonni juda ko'p changiydi deyshadi. Mana shu bitta somon chiqarib ko'rsatib bo'ldi. Bitta somon chiqarish jarayonlari, keyin qolgan narsalar haqida to'liq ma'lumot olamiz. Oho! Ish jarayonlari. Bular faqat sizlar uchun o'sha qiziqtirish jarayonlari. Zo'r. Do'stlar, o'zni quvontiradiganlar. Buni ichiga tushib boraverar ekan. Endi don mahsulotlarini chiqarib ko'rsatib beraylik bir qator. Qani ketdik bo'lmasa don mahsulotlari. Bo'ladi sizga. Undan keyingi mahsulot. Bug'doy mahsulot chiqarib ko'rsatib beramiz. Qani ketdik, bosing. Do'stlar, bug'doyni chiqarib kepak darajasiga chiqaradi. Ortini bitta ko'ringlarchi. Dahshat. Ko'zni quvontiradi. Birodar akalar, ko'ringlar, guvoh bo'linglar. Nima deyapti ishlar jarayonlar? Keyin ko'rsatib qo'yaylik buni mahsulotlarni. Qani ketdik. Do'stlar, bu yorma holatda ko'ringlarchi. Nima deyapti bu? Makkani sotasi bilan bu. Sotali makka bu? Sotali makka, makkani sotasi bilan. Juda a'lo darajada chiqarib ko'rsatdi. Zo'r do'stlar, mana ko'ringlar, mayilligini, yormaligini ko'ringlar. Endi keyingisi mana bug'doy chiqardik. Bug'doyni bitta ko'rsatib beraylik. Bug'doyni kepak holatiga qilibdi. Mana salcham ustiga salcham unga o'xshatib olibdi uni. Buni ham bemalol sepib beraveradi mana. Zo'r. Terit mahsulotlarga, somon mahsulotlari ustiga shunday siloslar ustiga haqiqat sepib berasizlar. Juda zo'r bo'ladi. Bunda chiqarib ko'rsatib berdik. Chang holat tashqariga bermadi. Chang ko'rmadi. Endi masalan, nimasi bo'lar? Mana somonni o'zi mayin setkasida mana shu narsa. Somonni o'zida mayin setkasida chiqarib ko'rsatilgan. Endi mana bu holatlari kattaroq, katta yirik, masalan, yirik setkada setka qo'yilmagan holati. Setka qo'yilmagan holat mana bunda ham setka qo'yilmagan holat, bu naqsi ham mana ko'rinadi. Endi men sizlarga hozir asl somonni chiqarilmagan holatini ko'rsataman. Bu tomonga o'tib mana. Endi o'zlaring hozir nari tomonga olib o'taman. Ko'rasizlar, qanchalik may qilib yuborgan. Mana uni ko'ringlarchi do'stlar. Mana. Zo'r. Demak, mana bunisi qo'yamiz. Qo'yani chiqarish, silos qilib yuborgan. Xo'p, ustaga buni narxlari haqida gaplashaylik. Narxlari, xohlasa, narxi tomonlama xudolar bexijolat, eng arzon narxda, skidka narxda qilib qo'yib beramiz. Bir qator hozir nimasi bo'ladi? Obunachilarimiz qiziqtirib, buni motori, pichoqlarni bir qator ichkarida ko'rsatib o'taylik. Keyin narxlarni xudo xolasa oxirigacha kuzatgan odamga bittadan narxni sindirib beramiz xudo xolasa. Yaxshi, ketdik, ichkariga qarab kirib boraveramiz. Xo'p, bu yerda mana ishlab chiqarish jarayonlari ko'rishlari mumkin. Pichoqlari, motorlari. Ustaga nimadan boshlaymiz? Birinchi o'rinda pichoqdan boshlaydik. Qani ketdik bo'lmasa? Pichoqlari kuydirilgan, mana shu girmaski, mana talabga javob beradigan maratoylari, mahaviylik, mana mahaviylik. Ko'pchilik oluvchilarda savol bo'lyapti. Mahaviylik, bez mahaviylik deyishyapti. Xalq aldanib qolmasligi uchun qayerdan biladi buni mahaviyligini? Mahaviylikni qalinligini bir qator tekshirib o'tiladi. Mana, qalinligi. Do'stlar ko'ringlar. Keyin og'irligini. Og'irlik. Necha kilo chiqadi taxminan?
taxminan shu xudo xohlasa 9 kilo avvalda chiqadi. 9 kiloni avvalda chiqadi. Yaxshi. Endi masalan nima bo'ladi? Mahaviy yaxshimi, lislik yaxshimi? Ikkalasini ham effekti, hammasi xudo xohlasa bexijolat. Ikkalasiga ham garantiya beriladi. Ya'niki ikkala o'sha mahaviyligi ham, bez mahaviy ham ikkalasi ham o'z o'rni bor. Ha, o'zini o'rni bor, ikkalasi ham birdan biri qolishmaydi. Yaxshi. Yana keyin motorlarimizni bir qator ko'rsatib o'tsak, motorlarimiz 4 kilovatli, shu original motor, shu yaxshisidan. Aha. Motorlar qani 4 kilovatli. Xo'p, Xo'p. quruq chiqaradi. O'zida zashnilari bor. Zashniyni ham bitta ko'rsatib o'taylik. Mana zashnlarni ko'ringlar. Motor o'zini o'zi himoya qiladi. O'zini o'zi himoya qilib oladi bemalol. Bu motorlar ustiga sizga savol. Xo'p, motorlar eng past to'klari, misol uchun O'zbekistonda turli hududlarda to'klarimiz ham har xil. Eng past necha darajagacha ishlaydi? Men past 160 gacha. 160 gacha ishlaydim. 160 gacha bemalol Zo'r. xohlasa ishlab beraveradi, talabga javob beraveradi. Do'stlar, hozir konditsionerlar ham 160 ishlamayapti. Endi buni nasatkalarni qo'shib beradigan motorda setkalarni, bunisi molbopi, bunisi qo'ybopi, bunisi yorma holatda keladi, bunisi keta holatda keltiriladi. Jamiki mana shu drabilka xarid qilgan odamga 4 ta setka qo'shib beriladi. 4 ta setka mana shu holatda, mana shu motor, mana shu pichoq, o'zi avtomat zashniylarni ham qo'yamiz, ikki tomonlama zashniy bo'ladi. Ko'klar ko'rsatib. Demak, o'zini bu qo'shimcha avtomat bu. Shunday. Qo'shimcha avtomati. Yana keyin buni eng qulayli tomonlarni bir qator ko'rsatib o'tsak, setkalar yon boshlanishadi. Do'stlar, qolgan drabilkalardan farqi shundaki, bu setkalari yonidan shunday tushadi. Bir deganda olinadi, bir deganda solinadi. Osongina solib qo'yaveradi bemalol. Ustalar ham abid qilib chiqishyapti shekilli. Ustalar hormanglar. Tanjonlaring sog' bo'lsin sizlarni ham. Endi hozirgi kundagi hadovoy ketayotgan drabilkalarimiz shulardan ketyapti. Eng hadovoyi, katta, kichikligi, zakazga qarab pul berilaveradi. Asosiy motor o'zgaradi, pul o'zgaradi. Farq shunda. Endi hozir mana shu hadovoy drabilkalarimiz hozir eng hadovoy ketayotgan drabilkalarimiz. Ro'zg'or uchun, ro'zg'orbob degan drabilkalar mana shulardan iborat, hozir. Shunday. Eng hadovoy xo'jalikka o'sha pastoyga ishlaydigan eng yaxshilari mana shulardan chiqyapti. Xo'p, bularimizni endi bir qator hammasini ko'rdik. Narxlari qanaqa? Narxlarini aytishdan oldin hozir bitta narsaga ko'zim tushib qoldi. Ani ikkita turgani qanaqa drabilkalar ular? Bular endi nima so'ra, yangilik mana shu to'kka ishlaydigan varianti. Oldingi videolarimizda benzinga bor edi. Masalan, benzinli qilib chiqardik. Masalan, keyin so'rashdi, to'kka ishlaydigandan deydi. Yaxshi. Ishlaydiganni ham mana qilib qo'ydik. Bu ham o'sha qo'li quruq, don mahsulot, o't mahsulot nimaiki bo'lsa chiqaraveradi, qo'li quruq. Hozir buni kattaligidan ko'rib 3 fazaga ishlaydim, qanchaga ishlaydi? 220 oddiy razvedkaga ishlayveradi. 220 to'kka ishlayveradi. Razvedkaga ishlayveradi. Motorlarimiz kilovati necha kilovat? Motorlar kilovati 6,5 kilovat. Katta motordan ekan. Ya'ni buni ham g'ildiragi bor, masofadan masofaga. Masofadan masofaga yetalasa bo'laveradi. Yana keyin o'zimizda kichkina mini hidrolikamiz. Yaxshi. Don mahsulotini o'ziga kichkina mini hidrolikamiz bor. Faqatgina don mahsulotlarini o'zini chiqaradi xolos. Faqatgina don mahsulotlarini o'zini chiqaradi. Bunimiz narxi qancha? Mashindan boshlaylik narxlarni. Xo'p, buni narxi 1,5 million so'm. 1,5 million so'mga drabilka bormi? Faqatgina don mahsulotini o'ziga. 1,5 million so'm. Do'stlar, obuna bo'lib, kommentariyada qanaqadir savollaring bo'lsa yozinglar. Narxi 1,5 million so'mdan faqatgina olov universal drabilkalarda. Shunday, faqatgina 1,5 million so'm. Xo'p, qolgan drabilkalarimiz tez narxini aytasiz. Xo'p, narxlari eng hadovoy ketayotgan narx, masalan, eng hadovoy xo'jalik bo'lib, eng yaxshi drabilkalarimiz, bular narxini o'sha 4 kilovatli Mahaviyda o'sha eng yaxshi drabilkamiz narxini 2 million 200 ming so'mdan qo'yib yubordi. 2 million 200 ming so'mdan. 2 million 200 ming so'm. 2 million 200 ming so'mdan universal drabilka bor. Ha, universal drabilka bor. Do'stlar, 200 ming so'mdan zakazga qarab arzoni, qimmati zakazga qarab chiqaveradi. Eng